Assalomu alaykum, Sharqi Turkistonlik barliq qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Biz Sharqi Turkistonga oid ba'zi masalalar to'g'risida Erkin Ro'zi apandim bilan birga o'rtoqlashish, ya'ni barliq qarindoshlarimiz bilan birga o'rtoqlashish uchun ekronni ochdik. Endi hammamiz bilib turibmiz. Mush yaqında bazı qarindoshlarimiz orasida mush Xitoy kuchlik bu pochilnishga, yana zavolliqqa yuz tutishiga 5 yil ketadi, 10 yil ketadi, 50 yil ketadi, har xil so'zlarni qilib yurdi. Endi zodi qandoq bo'ladi degan masala ustida bir o'rtoqlashib baqsaq. Ben endi o'zimniki bir anlagan narsani desem, 2006 yılı bir dağınlık profesör ismi Uchida, Yaponiyalik adam bu. Şu adam öz aşındaq degende, yani 13 yıldan keyin Xitoy parçalandı. Bu Uyg'urlarga bir fursat dedi. Men ancha ishni ketmagan. Hem 2006'dan hesaplasak, 13 yıl degini bu yılda mana 13 yıldan keyin bo'lsa, bu yıl ahiri yoki 2020 yılı oldu. Endi bularniki degan narsalarni mustaq o'ylasak, mushu siyosiyonlarning, mushu professorlarning, mushu vaziyat to'g'riliq chiqargan yakunlarining nereden nariga to'g'ri degan bir masala o'tirib chiqdi. Endi mushu to'g'riliq men bu jiq siyosatni ko'rmagan. Faqatla shu to'g'rilarda ancha-muncha ba'zi siyosiyonlarning yozgan narsalarini ko'rgan. Çalıbola mushu George Friedman'ning kitobi bor deganni anglagan tafsilotini o'qimayman. Belki erkek efendim siz bilisiz. Menimcha. Mush to'g'riliq azroq bir bayon qilib boqamsiz. Assalomu alaykum. Vatan sevgan Uyg'ur qarindoshlarimiz, Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz. Sizlar bilan yana hamsuhbat bo'lganimdan ko'p xursandman. Endi G'ani apandimning qo'ygan savoliga bu masala kelsak, endi hammamiz o'rganguchi, kelgusini bilguchi endi bu Alloh endi. Lekin inson menimcha bo'lgan chog'da izlansa, o'rgansa, tadqiq qilsa, kelgusida bo'ladigan ishlarning ba'zi alomatlarini menimcha bila oladi deb o'ylayman. Endi siz bu yerdan birisi Uchida degan apandimniki, ya'ni 2000da nechinchi yil dedingiz? 2006 yılı. 2006 yil 13 yildan keyin Xitoy hokimiyati va yoki Xitoyni yo'q qildi, parchalandi degan to'g'rida so'zlagan. Bu to'g'rida siz biror yozma material bir narsani ko'rmadingiz, ammo o'qituvchining degan gapi u siyosiy shundoq bo'lgan vaqtida. Endi u o'zi Amerikaga bir yig'inga borganda, tasodifiy yig'inga ketdi-da. Endi Yaponda tasodifiy mangdigan ish yo'q. Yarim yil burun az deganda shu chaq bekitdi-da. Bu tuyuqsiz mengib qoldi. Bir haftada qaytib keldi. Bana aşı bo'lgan bayan degan gapniki aşı o'zinil dedi. Nurg'un ish bor, ashning ichidagi bir qismi mushu Uyg'urga munosabat bo'lganligi sana deb beray deb dedi. Qolganlarini tafsilotini demidi. Nurg'un cho'ng aşı siyosiy ishlar so'zlangan bir cho'ng yig'inmish o'zining deyishicha. Bu yazma material deganlarni babusim ham men ko'rsatmaydi u. Asherini ham uchur qatorda menga kuyinib Uyg'urvanligini deb berdi. Shu ismda bor bo'lganidan bayam ham dedim bu gapni. Endi muammasiga kelsak, G'ani apandim qarang, men shu o'tgan yili, shu 2019-yili kirdigan vaqtida, masalan siz 2020-yili Xitoyning parchalanib ketishiga qanday qaraysiz deb o'tirib, men Facebook'imda nurg'un narsalarni chiqargan. Bu to'g'rida hatto Twitter'ga chiqardim. Bu yerga chiqarishdagi asosli maqsad nima desa, mush to'g'riliq men bir endi men bilan ham suhbatda bo'lgan bir do'stlarimiz bo'lsa yoki o'qituvchilar bo'lsa, boshqa izlanayotganlar bo'lsa, bular bilan bir qator fikrdosh bo'lay,
bir narsani o'rganay zaten men bir siyosatni o'rganguchi qiziqchi bo'lgandan keyin chiqqan vaqtida bunday odamlar chiqmadi. Hatto men rostini degan chog'da hozir bir yil bo'lay deb qoldi. Bu temani chiqargandan keyin bu tema to'g'riliq hech qanday bir kishidan jiq ma'lumotlar kelmadi. Hem söhbətdə bulamadıq desək oldu. Əmdi menimcə bo'lgan vaqtida shu Uchida degan apandimnikiga men fikrga asosan qo'shilaman. Nimishqa degan chog'da siz bu yerdan bir ko'rsatdingiz, bu George Friedman. Bu Stratford tadqiqot o'rniniki, bu Amerikaga maxsus Stratford bo'yicha tadqiqot maqolalar yozgan odam. Next 100 years deb. Bu kelgusi 100 yil ichida bo'ladigan voqealar to'g'risida intayin cho'ng ma'lumot uchurlarni berdi. Hem bu vaqtida bu kishining bu yozgan kitobi dunyoda ajoyib cho'ng g'ulg'ula ta'sirotlarni qo'zg'agan, ammo inglizchada yaxshi bo'lmagandan keyin bu to'g'riliq muloyizalarning ko'pinchalarini turkchadan ko'rgan endi. Endi men kelgusi dunyo ishlariga, zaten Sharq Turkistonning ishlariga, kelgusi Xitoyning ishlariga men bir qiziqchi, o'rganguchi bo'lgandan keyin bu menga aytgan vaqtingizda bir tepilg'isiz material bo'ldi desam bo'ldi. Nimishqa desangiz, xuddi boya degandek, hozir bir turkum qarindoshlarimiz deyotgandek Xitoy hokimiyatining yo'qildiganligi va yoki Xitoyning parchalaniga ba'zilari 5 yil desa, ba'zilari 10 yil desa, hatto ayni vaqtida 9-10 yil avvalgani yapandim qaram. Dunyoning xuddi Xitoy hukumati Xitoylar so'raydigandeklar bizning Uyg'ur qarindoshlarimizdan tortib, butun insonlar o'tirisida dunyoni Xitoylar so'raydi degan mushu nuqta, mushu mazmun asosli fikr eqim bo'ladi. Ben siyosatni o'rganguchi bo'lgandan keyin bu kishiniki bu YouTube'da sözlügen nurgun maqolalar bor. Bu maqolalarni nurg'ulgan inglizcha biladigan do'stlarimizga yo'llash orqali buningdan asosli mazmunni xabardor bo'ldim. Bo'libmi, ayni vaqtida Turkiya taraf turklar buni nachiq muloyiza qildi. Muloyiza qildi endi bu to'g'riliq. Men bu kishining degan so'zida xulosa gap bilan boshlay. Bu kishining degan so'zida 2020-yili Xitoy hukumati buyuk bir krizis bilan taqalishga majbur bo'ladi degan gapni deydi. Hozir ayni vaqtida turkchada muloyiza qilgan nurg'un narsalar yo'qotib etildi, ammo bu turkchada ozroq yerda bor. Masalan, kelgusi 100 yil ichida dunyoning qanday bo'ladiganligi to'g'risida ma'lumot berdi. Buning turkcha tarjimasida chiqqanda muloyizada buni hamda George Friedman degan so'zini turkcha tarjima qilgan. Men asosli shuni misolga keltiraman. Izlanguchi, o'rganguchi qarindoshlar, siz bu yerda rasmini ko'rsatdingiz. Gapimizning to'g'ri yoki xato. George Friedman'niki kelgusi 100 yil ichida qaysi kuchlarning yo'qolganligi, qaysi yangi kuchlarning shakllanganligi, yangi dunyoning qanday bo'lganligi to'g'risida nurg'ulg'an yaxshi ma'lumotlarni berdi. Buni degan so'zda 2020-yili Xitoy iqtisodiy krizislarni yo'qoladi, hokimiyat yoki boshqa to'g'riliqmi deydi, ammo 2020-yili Xitoy hukumati buyuk bir iqtisodiy krizis bilan cho'kidi degan so'zni aynan deydi. Bu endi tam bu 2009-yili 2012 oralig'ida jiq muloyizalar bo'ldi. Ben bundan boshqa men bu kishiniki siyosiy muloyizalarga jiq qiziqib keldim. Asosiy qiziqqan taraflarim qaysi desangiz, biri Turkiya to'g'risida so'zlagan yeri, biri Xitoy to'g'risida so'zlagan yeri, biri Yevropa ittifoqi haqida so'zlagan yeri. Bu to'g'riliq muloyiza bo'libmi? Endi dunyodagi asosiy siyosiy o'zgarish, siyosiy vaziyatlar O'rta Sharq rayonida bo'lgandan keyin bu yerda kelgusida Turkiyaning o'rni, ya'ni Turkiyaning kelgusida bir imperiya, bir O'rta Sharq rayonida hakim mutlaq bir kuch bo'lganligi to'g'riliq ma'lumotlarni berdi. Ham shu jarayonning o'zida bu yerda zodi qanday bo'ldi degan masalaga men qiziqib kelgan. Qarasak, bu kishi dedi 2012-yil bunday dedi, Turkiya 2016-yili Suriyaga kirishga majbur bo'ldi degan gaplarni degan. Bu rost bo'ladi deb o'tirib, rost degan chaqda o'rganishlar turdik. 2016-yili 6-oyda Turkiya armiyasi tunji qator Suriyaga kirgan bo'ldi. Demak, bu birinchi qatorda bu degan so'z to'g'ri chiqdi. Turkiya to'g'risida degan chaqda Turkiya hukumati Suriyaning o'zining chegarasidan 25 mil Turkiya chegarasidan Suriya chegarasiga bo'lgan bexatar rayon qurish masalasida oxirgacha tushuntirdi dedi. Turkiyaningki bu 3-qatorlik bu Suriyaga kirishi bilan Amerika taraf, Ruslar taraf ma'lum muddatga yo'l qo'ygan bo'ldi. Demak, bu to'g'ri chiqdi. Endi yana bir degan gapi, buni qaysi yo'lda deganligi aniq yodimda yo'q, ammo Xitoyda iqtisodiy krizis 2018-yildan boshlandi degan bir narsa mening yodimda qolgan. Shuning bilan bu 4 yil, 5 yil ichida bu 2012 atrofida degan endi so'zlar. Bu qanday bo'lganini desak, mana holimizda ko'rib turyapmiz. Bir yil Amerika bilan Xitoy o'rtasida iqtisodiy krizis
mavjud. İqtisodiy kriz haqiqatan og'ir bo'lyapti. Bo'libmi Xitoyda. Xitoyning aslidagi GDP iqtisodiy gulnish nisbati 30 yillik gulnish nisbati bugungi vaqtimizda 6% ga tushib qoldi, hatto undan to'van. Endi mushundaq masalani deb kelsak, yana bu kishining degan so'zda kelgusida yangi kuchlarning shakllanadiganligi, masalan, Rossiyaning cho'kadiganligi, Xitoyning cho'kadiganligi, etnik tarkibga bo'lingan kichik davlatlarniki, kuchli davlatlarning shakllanib chiqadiganligi. Masalan, Yaponiyaning Osiyada birinchi kuch, super kuch holatini saqlab qoldiganligi, buni bo'ldiganligi to'g'riliq aynan deydi. Bugungi ahvolga qarasak, zaten Xitoy bu gapni degan vaqtida, Jorj Friedman degan vaqtida Yaponiya ikkinchi iqtisodiy kuch holati edi, Xitoy 3-o'rinda edi. Ammo 10 yil jarayonida, 60 jarayonida Xitoy 2-o'ringa o'tgan bilan Yaponiyadan oshgan bilan bugungi holatni selishtirsak, bugungi Xitoyning iqtisodi Yaponiyadan keyinda deyishga bo'ladi. Hatto bu cho'kish qarab turib menyapti endi. Endi yana berib, andan bu masalan Yevropa ittifoqining kelgusida cho'kishga majbur bo'lganligi. Masalan, Yevropa ittifoqida Angliya bilan Fransiya ittifoqininki cho'kish qarab mangdiganligi degan bu ma'lumotlarni berilgan qolsak, bugun Angliyaninki masalan Brexit Yevropa ittifoqidan chiqib ketish uchun hozir 1 yildak bo'laydi, bu muloyizalar bo'lyapti endi. Endi yana bu Yevropa ittifoqining ichida Polshaning birinchi super kuch bo'lganligi, O'tir Sharq rayonida Turkiya, masalan Osiyoda Yaponiya qatorliq kichik davlatlarningki iqtisodi sog'lom bo'lgan, milliy tarkibi kuchli bo'lgan davlatlarningki kelgusida kuchli davlat bo'lganligi to'g'risida bu ma'lumotlarni bergan. Hozir ahvolga qarasak, bu ishlar degandek aynan chiqyapti endi. Bugun masalan hozir iqtisod ahvollardan qarasak, Xitoy hukumati o'zi deyotdi, ham Amerika hukumati deyotdi, Xitoyning markaz hokimiyatining boshqarish sistemasi cho'kdi deydi, qalaymaqonlashdi deydi. Agar Xitoy hokimiyati masalan 1989-yilga o'xshash holat kuchlikmi va yoki bugungi holatda kuchlikmi desak, xalqaro besimga selishtirgan vaqtimizda bugun Xitoy hukumati eng to'van holatda deb qaraymiz. Chunki 89-yili masalan Xitoy hokimiyati Beijingda bo'lgan o'qishlar harakatini bostirdi. Bugun nima uchun adaq bo'lgan bo'lsa, Shanghayda bo'lgan bu harakatlarni bostiramaydi. Hong Kongda bo'lgan harakatlarni bostiramaydi. Demakki, bu yerda Xitoy siyosiy jihatlarda, iqtisodiy jihatlarda mushu xuddi Jorj Friedman degandek bu cho'kish qarab yuzlanganligini dalil va isboti bu yerda nurg'un narsalar o'tirg'i chiqyapti. Bu to'g'riliq deb kelsak, intayin gapchi, endi bu Jorj Friedman masalan Xitoydagi boy kambag'allik darajasini aniq og'irgan. Masalan, sharqdan shimolga shunday bo'lib kelgan vaqtning o'zida, masalan, bizning Sharq Turkiston tarafdagi, masalan, Sichuandan tortib odatda kunligi 10-15 dollarga ishlaydi. O nomrat holat ekanligi 1 milliarddan ortiq 1 milliard 200 millionga aholiniki yana nomrat holat turayotganligi, beydi degan bilan nayt oz insonlarning beyganligi, boy kambag'allik darajasining nayt yuqoriligi mushu kelgusida Xitoyning ichki qismida endi nopus masalasini tortib nurg'un ishlarni so'zlaydi. Xitoyning cho'kishiga eng asosli omillarni paydo qildi deb shunday deb qaragan. Hozirgi masalan Shanghay masalasi butun dunyoga qarasak Xitoyni tahdid deb qarashlari. Masalan hozir NATO'ning masalan Amerika bilan ko'rishayotganligi, masalan mana shu davlatimizningki ayni vaqtdagi prezidenti Jens Stoltenbergningki Amerikaga berib, mana Xitoyningki kundan-kun kuchayotgan siyosiy tahdidga taqobil turish uchun Amerika bilan suhbat o'tkazayotganligini qarayapmiz. Ya'ni bu yerda xulosa gap desak, endi menimcha bo'lgan vaqtimizda men Jorj Friedmanningki bu deyotgan so'zlar asosan to'g'ri chiqyapti. Men bu so'zga ishonaman, ammo bir to'g'ri chiqmagan taraf bor. Qaysi degan chog'da 2009-yil Turkiya mush iqtisodiy suratlar mansa kelgusida iqtisodiy jihatda o'nning ichiga kiralaydi degan. Bu ish xato chiqdi. Ammo buni nima uchun xato chiqdi deb talqib kelgan vaqtida Turkiya 2001-yili 27-o'rinda edi iqtisodiy o'rinda. 10 yildan keyin 17-o'ringa kelgan. Mush Jorj Friedmanning tahlil bo'yicha bo'lgan vaqtida Turkiya normal taraqqiyot bo'lgan chog'da, ya'ni 10 yilning ichida o'nning ichiga kirish ehtimolligi bor. Ammo Turkiya hokimiyati boshdan oxir Yevropa xato maydonida turdi. Yevropa Amerika bilan etishish orqali u yerdagi nurg'ulg'an iqtisodiy mablag'larning chiqib ketishiga
sababchi bo'ldi deb qarayman. Shu sababdan bugungi kunimizda Turkiya hatto o'yatining kaynida deb qarayman. Bu narsa to'g'ri chiqmadi deb o'ylayman. Bu Jorj Fredmanning bergan qatorliq ma'lumotida emas, ammo Turkiya hokimiyatining to'g'ri maydonda turolmagan. Ya'ni bugungidek kelgusida yiqildigan masalan Eron, Rossiya, Turkiya, Xitoydek davlatlar bilan Turkiya deb qoldim. Masalan Rossiya, Xitoy, Eronga o'xshash diktator taraflarda turishi masalan. Bu iqtisodniki har turli ishlarning Turkiyaning cho'kishiga sababchi bo'ldi deb qarayman. Shu sababdan menimcha bu narsa to'g'ri chiqmadi deb o'ylayman. Mening qisqa beradigan informatsiya uchurim ko'pchilikka tavsiya qildiğim masalan Jorj Fredmanning kelgusi 100 yil strategiyasi haqida yozilgan bu kitobni o'qib o'qishni tavsiya qilaman. Bu kishining deganda kelgusi dunyoning ya'ni 100 yil ichida kelgusida bunday cho'ng diktator kuchlarning tamoman yo'qolganligi to'g'riliq informatsiya berdi. Hem kelgusida bo'lgan 100 yillik dunyoning tamoman boshqacha bo'lganligi to'g'riliq bizga intayin qimmatli materiallarni berdi. Hamda qiziqadigan, haqiqatan Sharq Turkistonning mustaqilligiga qiziqadigan, Xitoy hukumatining haqiqatan cho'kib ketishini xohlaydigan, kelgusi dunyoning qanday bo'lganligi to'g'riliq qiziqadigan va o'rganishni xohlaydigan do'stlarimiz bo'lsa, mening tavsiyalarim Jorj Fredmanning bu kitobini o'qib o'qishni umid qilaman. Ham buni texnologiyalik masalalarda, her türlü masalada so'zlagan nutqlar bor. Bu nutqlarni anglab o'qishni tavsiya qilaman. Bu kishi o'z Musaviy Yahudi millatidir. Nayt aqlli odam. Endi meniki buni qisqa beradigan tushuncham shu endi. Qolganini ko'pchilik insonlarimiz tafsili o'rganib boqsa bo'ldi, izlanib boqsa bo'ldi. Men Jorj Fredmanning so'ziga ishonaman. Men ishonish bilan nuqtasida 2020 Xitoy uchun aytgan vaqtimizda eng xatarli yil. Menimcha bu vaqtda Xitoy hokimiyati bu 2020 kelgan chog'da bu halokat yil deb qarayman. Chunki buni yana bir omili qayta degan chog'da hozirgi masala Hong Kong masalasi o'tirib chiqdi. Xabaringizda bor. Xitoy hukumati Hong Kong xalqining irodasini yondirolmadi. Hong Kong xalqi kelgusida ya referendumga ya mustaqillikni iborat bu ishga yo'l ketishdan boshqa mumkinchilik yo'q. Ya'ni kelar yili 6 ayning 4-dan burun. Agar Shanghai xalqi kelar yili umumiy saylam etib erkin xalqaro davlatlar ko'z tutgan erkin saylam etib yoki o'zining alohida iqtisodiy rayonlik o'rnini saqlab qolamdi yoki mustaqil bo'lamdi degan masalaga saylam etib agar mustaqil bo'lib ketib qolsa bu Xitoy hokimiyatining demakki bu hokimiyatning cho'kishi degan bu boshlandi degan gap chiqadi. Demak buning alomatlari har jihatdan alomatlar ko'rinyapti. Masalan siyosiy jihatdagi alomatlari, iqtisodiy jihatdagi alomatlari. Bugungi dunyoga qarasak, masalan Uyg'ur masalasi tufaylidan, ya'ni dunyoning ikkiga ayrilishi, ikki qutbga ayrilishi. Bizda endi G'arb va Amerikaning o'z chiqqan demokratik davlatlarniki Uyg'ur tarafda turishi, qolgan diktator taraflarga bu tadbirlarning elinishi, Amerika masalan Amerikadagi amaldorlarga, Pompeo qatorliq amaldorlarga ko'pdan ko'p rahmatini aytaman. O'sha orqali Uyg'ur masalasini xuddi Hong Kong masalasiga o'xshash tang o'rinda tutib turishi, demakki bu yerda Xitoy uchun aytgan vaqtning o'zida halokatning boshlanishi deb turib desak bo'ldi. Albatta, men bu uchun duo qilaman, albatta buni umid qilaman. Bu shu ko'pchilik qarindoshlarimizning bu to'g'risida tafsili yaxshiroq o'rganib o'qishini umid qilaman. Rahmat bu to'g'riliq berdigan meniki ma'lumotim. Rahmat. Qarindoshlarimiz shuning ishonsinki, shaytonlarning 10 yil, 20 yil, 50 yil degan gaplarini anglasaqmi, maqulaqdan kirsa aqulaqdan chiqib ketgan holatda shu bitta endi quloq doim kirishi aniq, ozdirilgan shaytonlar ko'p. 1 yil qoldi, Xitoyning halokati 1 yil qoldi deb tushunsak, menimcha to'g'ri bo'ldi. Siyosatchilarningki chiqargan yakillari qarasak, bayam erkak efendim dedi. 99,9% rast bo'lib chiqdi. Ham chiqyapti. İnşallah. 1% tasaddibiy qalaymaqanchilikda o'zgarib qolgan ishlar bo'ldi. Asosiyatdan to'g'ri chiqdi. Masalan, bayam deb o'tgandek 2006 yili anglagan gapda 13 yildan keyin parchalanish boshlaydi bo'lsa, ashuning bir dalili mana Hong Kong. Hong Kongning bu jiddiliyi besiqmaydi.
qandaq shart qo'yishidan qat'iy nazar bularning bo'lingan demak xitoyninki pochilnishi Hongkongdan boshlandi degan ma'no chiqadi. Shunga qarindoshlarning odamni ozdirgan ashundaq gaplarni anglamasligini, ashundaq gap taqilganlarniki og'zini tovoqlishi bo'lsa og'zini yirtib etishini umid qilaman. Endi shu fitna fasod qilib yurgan qarindoshlarimiz nima uchun shundaq gaplarni taqib yurdi men uqmayman. Agar to'miringizda eqiyotgani Uyg'urning qini bo'lsa, mushundaq fitna fasodlardan yiroq turing. Hem demang, hem digishlarni to'sing. Mushuning o'zimi millatga qo'shgan bir to'pi hisoblanadi deb o'ylayman. Endi bu Facebook'ta hozir tarqalib yurgan bir uchur bor. Bu qisqa videoga buni bir anglab baksak avval. Dünyanın siyasi merkezidir baba, Gürmanya'da. Dünya kurulduğunun merkezi baba, büyük şehirde tehlikeli bilen bu cumhuriyetimizi kurduk. Şerq Türkistan Cumhuriyeti'nin kurullarını sınavlık şekilde yakaladık. Şerq Türkistan Cumhuriyeti'nin mevcutluğunu Gürmanya'nın dünyada aşkar altı yakalayıp bayrak çıkış murasimini müstakillikten temin edildi. Bugün biz bu sorunu yandılar. Bu cumhuriyetin kuruluşu katlaşkan ve katlaşamadan ama yürüyüşünden boğan Şerq Türkistan Cumhuriyeti vatandaşlarımızla salam ve hürmetler olsun. Hepimizde mübarek olsun. Yazsın Şerq Türkistan, yazsın müstakillik, yazsın erkekler, yazsın hürmeten ve hürmetler. Mübarek olsun. Qarindoshlar ovoz ochiq anglangandi. Men anladım. Buningda balkim tunugan kishidir. Men bayam ko'rgan buni. Sharqiy Turkiston Jumhuriyati Germaniyaning Myunxen shahrida vujudga keldi. Qurdik degan narsani so'zlayotdi. Qarindoshlarimizga ma'lum, mush yaqinda Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining surgundagi hukumati to'rt tarafdan tortishib, bir hukumatni to'rt yerda tortishib bo'lishib yurdi degan hamma odamning og'zida shu gap. Endi tuyuqsizdan haqiqiy bir jumhuriyat qurildi deb bir gap chiqdi. Endi o'ylab boqaylik. Surgundagi hukumat desa buni endi vatanda qilolmagandan keyin chet elda bo'lib qoldi degan ma'no chiqadi. Endi jumhuriyat desa xalqning zaminida faqatli munosabati yo'q bir o'rinda ashtaq narsani qursa to'g'ri bo'lamdi. Men siyosiyoni emas, lekin men chig'imda buni sal g'alitlik his qildim. Bu aqlga sig'maydigan bir gapdek menga ashtaq anglandi. Endi erkak efendim bu to'g'riliq azroq tushuncha bersangiz qanday? Men rostini desam, assalomu alaykum qarindoshlarimizga o'tiribda. Bu nolgan biroz üzüldüm. Endi surgundagi hukumatning masalasi 5-6 oydan beri ig'ir bo'lgan talash tortishlarni yaratdi. Menimcha bo'lgan vaqtida bu masala kelgan chaqda har bir mushning aralashgan insonlarimizning to'g'ri taraflari bor va xato taraflari bor deb o'ylayman. Men vatan millatdoshlarim, qarindoshlarimga deydigan gapim, bundaq talash tortishlarni biroz oz qilishimiz kerak. Xalqaroninki bizning ko'z tutib turayotgan barliq dunyo ellarining bu yerda maza qiladigan bir obyektlarni biz yana takror yaratmasligimizni umid qilaman. Endi ma'lum masalaga kelsak, surgun hukumat to'g'riliq beradigan javobim shu. Bu endi ma'lum aytgan chaqda zaten G'ani apandim biz ayni vaqtning o'zida buniga millat vakilligi bo'lib biz kirgan. Biz mayli millatimizning oldida, mayli Allohning oldida yolg'on so'zlamaymiz. Bizmi qo'limizdan kelgan ishlarni qildikki, ammo mayli biz bu ishlarda cho'ng bir aktiv rol o'ynayolmagan bo'lsakmi, yoki 3 yoki 4 bo'lib ketadiganqa. Albatta buni qilg'uvchilar boshqa insonlar. Ammo
Bunun ulapla bu yerda bu Cumhuriyetimizin kurulganlığını bu Germaniyada jakalışı texim bir yeni bir bu külkünün üstüge yeni bir külkünü yarattı desek doğru bolu endi. Endi menimcha bu vaqtning o'zida xulos gap meniki G'ani apandim men bir o'rgangichi mayli hukumat bo'lsin, mayli Cumhuriyet bo'lsin, mening deydigan so'zim har qanday bir hukumat va har qanday bir Cumhuriyet shu mustamlik ostida turayotgan aziz Sharq Turkiston Cumhuriyetimizda, davlatimizda mehnat oyig'i besilib turgan Xitoy va Xitoy hokimiyatining mehnat qadimi zaminimizdan chiqib ketmay turib, oyadagi zulm hamma narsa tugamay turib, Xitoyning diktatorlik apparatlardan tortib bizga zulm selayotgan hokimiyat apparatlari taltukis o'lmay o'tirib, bizning qilayotgan nurg'un ishlarimiz xalqaro va bizning ishchilarimizga kelgusida davlat quralaydi degan bu millatning ishlariga qarayotgan xalq selishtirganchaqda nihoyatda bir kulkilik ahvollarni keltirib chiqardi. Bizning albatta ikki qatorliq Cumhuriyetimiz Sharq Turkistonda qurilgan Cumhuriyet har qanday vaqt o inovati bilan birga shu lagerda yetayotgan, necha million o'layotgan, qirilayotgan shu xalqimizning Cumhuriyet qurul deb turib jakalash, shu aziz millatimizning haqqi. Shu xalq kelgusida qaysi xil Cumhuriyetni qurdi? İstiqlal Cumhuriyetimi, Xalifalik Cumhuriyetimi va yoki boshqa Cumhuriyetmi? Bu xalq o'zining tanlashi orqali xalqning tanlashidan o'tgandan keyin endi bu butun millatning ichidagi siyosiy aktivlar bilan va yoki xalqarodagi boshqa siyosiy kuchlar bilan maslahatlashish asosida Cumhuriyet jakalindi. Ayni vaqtda shunday bo'lgan, bugunmi shunday. Endi bu yerda bu masala kelgan chog'da mayli surgunlik hukumatning ishi kelayli va yoki Cumhuriyetning ishi kelayli, biz bunda kulkilik tarixni takrorlab, voqeliklarni takrorlab, bizni ko'rsatib turayotgan siyosiy yo'llarga, davlatlarga kulkilik ishlarni qilsak bo'lmaydi. Mening taklifim shu. Endi yana birisi, masalan, Cumhuriyet quralaydi, Cumhuriyet e'lon qilalaydi desa, Dalay Lama qilsa bo'ladi. Yilga 17 million pul berdi. Bizning armiyasini qurmanda hozir shakllantiraydi. Ayni vaqtida 89-yilda o'zining 10 ming kishidan ortiq qo'shinni tashkillagan. Xitoyga bosib kirmoqchi bo'lgan. Shu sababdan Dalay Lama Nobel mukofotiga erishgan. Tinchlik Nobel mukofotiga erishgan. Nurg'un kelishimlar orqali. Shundoq bo'lgankan, u kishi u yerda bir daramsalarda bir nafas olalaydigan bir shtat turyotidi. Bundoq ishlarni qilmayotidi. Endi biz ham ishlarimizni Dalay Lamaga selishtirmaymizki, lekin biz o'zimizning reallik vaziyatiga, tarixga, amaliyotga qarasak, mayli jumhuriyet qurish bo'lsin, mayli surgunlik hukumat qilish bo'lsin, biz bunday kulkilik ishlarni qilsak bo'lmaydi deb o'ylayman. Menimki degan taklifim, mening fikrim shu. Rahmat sizga. Mushu qalaymuqanchiliklar oxirgi hisobda 1-2 yo 4-5 odamning huquq talishi, yana bir qilishi degandek narsalarla tugamaydi. Bayam erkin efendim degandek bütün millatga ziyonli, bizga yordam bermoqchi bo'layotgan ham hozirgacha bizni qo'llab yordam berayotgan davlatlar va shu davlatdagi siyosiy yo'llarniki nazaridan bir tushib ketamiz. Bizga nurg'un jihatlardan yordamchi bo'layotgan kishilar yo qochidi, yo qo'lini tortidi. Kelgusida balkim yor yo'laksiz yetim qilishimiz mumkin. Mushu kulkilik ishlarni tugatsak, amalning bericha azlatsak, qilmasak, haqiqiy Sharq Turkistonning mustaqilligini o'ylasak, bizni qo'llaydigan kuchlarning orzusi nima? Kelgusida qandoq da'voni qilishimiz kerak, qandoq yo'l tutishimiz kerak degan narsalar ustida ko'proq o'ylanib, o'sha danglik siyosatlardan maslahat olib, olib qarab ilgirsak eng shu to'g'risi edi. Endi egiz pasishlardek jiq bo'lib ketib bordi. Yana desam, yana shu bizning da'vorimiz ko'z oldimizda turibdi. Irqiy qirg'inchilik masalasi intayin og'ir. Rahmat deganingizga. Men bu demak, shu masalani demak edim. 1 minut vaqtingiz bo'lsa. Rahmat. Endi
meniki yana ko'pchilikka burun takrorlaganimdek men yanala bu erkiy qirg'inchilik millatimiz bugun necha million inson jazo lagerida ekanligi, oylab necha yil qanchalik odamlarning o'layotganligini dunyodagi inson huquq tashkilotlari hamma deyotdi, biz bilib turyapmiz. Men millatim xalqimga yana takrorlaydiganimiz, buni o'xshash kulkilik sürgün hökumetinin işleri bolsun, cumhuriyet işleri bolsun, endi külkilik işlerimizden yığıştırıp, qeyrindaşlarımız deydiğimiz, bu aziz milletimizden, qırılıvatkan aziz milletimizden erkiy qırgınçılık ahvalini xalqaralaştırış üçün qeyrindaşlarımız her yerde kolumuzdan kelişçe tirişaylik. Biz Şarkı Türkistan zeminida Xitaylar biz Uyg'urlarning hatto DNA'sini tatib elyapti. Masalan, biz deylik, inshaalloh men buning uchun duo qilaman. 2020-yili Xitoy kommunistik hokimiyati g'olab tushdi deylik. Albatta mustaqilligimiz u petimda o'tirib qo'limizga taraqqida tushmaydi. Biz Xitoy millatini Xitoy petim tunishimiz kerak. Xitoy hukumati bugun Uyg'ur millatining DNA'sini yig'ayotgankan, buning kelgusida berayotgan bir shum xabarlar bor. Ya'ni geni orqali va yoki boshqa orqali lagerdan qilib qolgan boshqa millatlarni, ya'ni gen orqali bo'lsa yo'qtish, har turli yo'qtish va yo'qtishdan boshqa Xitoy degan bu millatning uningdan boshqa planlari yo'q. Shuning uchun mening deydigan yerim, ya'ni millatimizning kelgusida davomli qirilib ketmasligi uchun biz erkiy qirg'inchilik masalasini kun tartibga keltirishga tirishaylik qarindoshlarimiz. Chunki erkiy qirg'inchilik uchirgan dunyoda Yahudlarni o'zining mustaqil davlatini qurgan, Ermenilarni o'zining mustaqil davlatini qura olgan. Biz naq 3-dunyodagi mushu erkiy qirg'inchilik uchrayotgan millat biz. Bizning erkiy qirg'inchilik masalamiz dunyoda to'nilganken, bu vaqtimizda bizning Xitoy bilan birga yashash imkoniyatimiz hech qachon mumkin bo'lmaydi. Hatto ichimizdagi bir turkum kishilar talab qilgan ahvol ostidami Xitoy bilan birga yashashni. Deydigan gapim rahmat. Sizga vaqt berganingizga rahmat G'ani efendim. Rahmat, mening gapim tugadi. Biraz kesaldim. Mening oxirida azroq qo'shimcha qildiganim Erkin efendim internet ochiq o'tirib qo'yib bo'ldi. Oldingi qitimqi mediadami biz bu erkiy qirg'inchilik masalasini alohida o'tirib qo'ygan. Bayanma Erkin efendim ochiq dedi. Mush erkiy qirg'inchilik bo'lgandan keyin mustaqil bo'lishning oldingi sharti bo'lib qoladi bu. Xitoy bilan birga yashash mumkin emasligimizni isbotlaydigan narsa dedi. Bu intayin to'g'ri. Masalan, deylik, kelgusida ba'zi sabablar tufaylidan Birleşken Milletler Teşkilatı'nı o'ttirg'i silib, murassa qilinglar, suhbatlashib beqinglar, kelishib beqinglar degandek narsalarni o'ttirib qo'yish mumkin. Shu chaqda bizning o'ttirg'i yana tashlab qo'ydiğimiz yanala erkiy qirg'inchilik masalasi. Mushundaq cho'ng qirg'inchilik dunyo bo'yicha eng cho'ng jinoyat o'tkazgan Xitoy Kommunistik partiyasi bilan yashig'ilib bo'lmaydigan tabiiy o'tirg'ida ko'rinib turadigan bir masala bu qirg'inchilik. Buningga murassami ketmaydi, buning kilashtirishi Saudiyadak bir to'xtamlarni oldiga tashlab bizni majburlaydigan va yoki undaydigan hech kimning asosimi qolmaydi. Shunga biz erkiy qirg'inchilik masalasini alohida ta'kidlab kelyapmiz. Ham buni butun dunyoga to'xtamay anlatinglar deyapmiz. Qarindoshlarimiz o'zlari turayotgan davlatlardagi o'zlari biladigan tilda har kuni azdan bo'lsa hech bo'lmasa boshqalar chiqargan suratlarni, xatlarni, ashlarni chiqarib qo'ysa, ashning o'zi bir to'kpa, ashning o'zi bir namoyish. Bu kelgusida bir tarixiy isbot ham tarixiy inqilob qatorida tarix betlariga yozilg'usi. Rahmat ko'pchilik. Rahmat, mening deydigan gapim 2020 inshaalloh Xitoy hokimiyatining yiqilib tushadiganligiga duo qilaylik qarindoshlarimiz. Rahmat sizlarga. Ko'rishamiz. Rahmat.